Endi mana shu ma'lumotlarga ko'ra biz ba'zi bir misollarni ishlab ko'ramiz. Masalan, birinchi misol shartida aytilyaptiki, metrda berilgan uzunlik o'lchovlarini kilometrda ifodalang. Demak, bizda 8735 metr masofa berilgan. Biz buni kilometr va metrlarda ifodalashimiz kerak. Demak, buning ichida nechta minglik bor? 8 ta minglik bor. Demak, biz buni 8000 metr qo'shuv 735 metr ko'rinishida yozishimiz mumkin. Endi mana bu 8000 metr bizda necha kilometrga teng? 1000 metr bizda 1 kilometrga teng edi. Demak, 8000 metr bizda qanchaga teng bo'ladi? 8 kilometrga teng bo'ladi va bizda 735 metrimiz ortib qoladi. Demak, javobimiz 8 kilometr 735 metr. Ikkinchi misoliga o'tamiz. Shartida aytilyaptiki, masofalarni metrda ifodalang. Demak, bu yerda 7 kilometr 836 metr. Biz buni metrga o'tishimiz kerak. Bizda 1 kilometr 1000 metrga teng edi. Demak, 7 kilometr necha metr bo'ladi? 7 kilometr demak 7000 metrga teng bo'ladi. Va bu yerda yana 836 metr ham bor. Jamisini hisoblash uchun ikkalasini qo'shib olamiz. Javobimiz 7836 metrga teng bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Endi e'tiboringizni 3-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, hisoblang. 1 kilometr ayru 900 metr. Buni ishlash uchun nima qilamiz? Dastlab kilometrdan metrga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. 1 kilometr bizda 1000 metrga teng. Yozib olamiz. 1000 metr ayru 900 metr. 1000 metrdan 900 metrni ayiradigan bo'lsak, bizda 100 metr hosil bo'ladi. Demak, keyingi misolda 2 kilometr 500 metrga qo'shishimiz kerak 3 kilometr 500 metrni. Dastlab bu yerda kilometrlarni qo'shib olamiz. 2 kilometrga 3 kilometrni qo'shadigan bo'lsak, bizda 5 kilometr hosil bo'ladi. Endi metrlarni qo'shadigan bo'lsak, 500 metrga 500 metrni qo'shsam, 1000 metr hosil bo'ladi. 1000 metr bizda necha kilometrga teng, hurmatli o'quvchilar? 1000 metr bizda 1 kilometrga teng. Demak, 5 kilometrga 1 kilometrni qo'shishimiz kerak ekanda. Demak, jami javobimiz bizda 6 kilometrga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingizmi? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.